Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Pakkaziga mana mollarimizdan bitta olib kelib qo'ygandim. Holatlar, o'zgarishlar vahshiy dahshat bo'lar ekan. Effekt bor ekanda. Bitta qo'tir tushgan kichkinasini olib kelib qo'ygandim. Haqiqatda 1 kilo yem yesa 1 kilo 200 semirar ekan bu mollar. Effekt bor ekan, o'zimga qiziqishga. Hali mollar ichida o't tegmay turganda olib kelib qo'yganimda buni. Vahshiy zo'r semirgan, bo'yga ham cho'zgan, semirgan. Holati vahshiy shikalat. Olish kerak ekan, baqish kerak ekan bundan. Effekti bor ekanda. Yaxshi katta bo'lar ekan. Xudo xolasa shu molni bildan kuzga ko'rsataman. Noyabr, dekabrga, rosa 1 yil bo'lganda kami 50 million, 55 million sotaman shuni xudo xolasa.